Mana shu uskuna orqali guruchimizni 3 ta chastiga ishlashni ko'rsatib beraman. Qaranglar. Texnikasi qanaqa desanglar, qo'linglarni tekis qo'ymaysizlar, belni ozgina buqib olasizlar, 15-20 gradusga qo'lni buqib olib, to'g'riga qaragan holatda oyoqlarda kuch berib ishlaymiz. Xuddi shu ko'rinishda bu guruchimizni o'rta beltasiga beradi. Endi buni ko'tarib olamiz, yaxshilab ahamiyat beramiz. Bel buqib olgan holatda 15-20 gradusga qo'lni buqib olamiz. Plus bu guruchimizni pastki chastiga beradi. Endi buni qo'lni tushirib olsak, guruch tepa qismiga ishlasak bo'ladi. Bu videoni guruchni katta qilmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.